O'zi qizimni olib kelganman. Qizimni o'sha husnbuzarga qarshi muolaja olish uchun qizim Instagramda ko'rib qolgan. Keyin olib boring degani uchun shuni ham ko'raylik deb olib kelganman-da. Lecheniyalar qilib qarasam, lecheniyalar yaxshi ta'sir qildi. Va shu bahonada menga ham qarab, siz ham yuzingizga nimadir o'qitlar qilasizmi deyishdi-da. Yo'q dedim, e'tibor bermasdim yuzimga. 4 ta farzandim bor. Faqat farzandlarim nimasi bilan yurib o'zimga qaramasdim. Shu Zarina oldiga kelib, ayol kishi o'ziga qarab yurishi, o'zini sevishi kerakligini bildim. Yuzimga vitamin berishdi va chistka qilishdi. Mana ko'rib tursiz natijasini, lekin ko'p kulib yuraman. Endi ozgina nimalarim bor. Endi yoshimga nisbatan yaxshi. Yuzim chunki quruq, juda quruq yuz edi. Shu bahonada mana maslahat olganman. Nima maslahat berasiz yuzimga desam, shu o'zini maslahatlarini bergan, o'qitlarini, kremlarini, kosmetolog, vrach, baribir ko'rib turish kerak ekan. Qizlar o'zicha yuziga nima deydi, bilib bilmasdan muolajalar qilish mumkin emas ekan. Ayol kishi o'ziga qarab yurish kerak ekanda. Biz endi shu oila tashvish, bola eshitib yurgan ekanmiz. Shu qizim bahonasida bildimki, ayollar yuziga qarab, o'sha chiroyli o'qitni bersangiz, yuzingiz chiroyli bo'lib turar ekan. U ish, tashvish hech qachon tugamas ekan. O'zimni hayot misolimdan kelib chiqib, o'shaning uchun hurmatli ayollar, o'zingizga ko'proq e'tibor bering, o'zingizni birinchi navbatda seving. Ana o'zingizni sevsangiz, sizni yon atrofdagilar hurmat qilib sevadi. Menga shu Zarina Husayna qizini eng asosiy samimiyligi yoqdi. Ochiq ko'ngilligi, insonlarga qo'lidan kelguncha yordam berishligi, ana o'sha jihatlar menga juda yoqdi. Zarina, sizga kattakon rahmat, oilam nomidan, farzandlarim nomidan. Qo'lingiz hech qachon dard ko'rmasin.